bir yil bir qatim o'tkazilgan xalqarodagi nopozliq bexatarlik yig'inlaridan biri bo'lgan Halifax xalqaro bexatarlik munbirining 18 noyabr boshlangan 2022 yillik yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga 6 yil bo'lay deb qolgan. Shundaqla 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozirmi jazo lagerlariga qamalgan bo'lsa-mu, lekin xalqaro jamiyatning bu jinoyatni javobgarlikka tortishda hech qanday harakat qilmaganligini tanqid qildi. Bu bir Uyg'ur faoliyatchining Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga tunji qitim qatnashishi bo'lmasa-mu, lekin bu tunji qitim 3 Uyg'urning bir vaqt bu yig'inga qatnashib nutq so'zlashi. Shundaqla bir Uyg'ur faoliyatchining tunji qitim chet el davlatlarining prezidenti va hukumatning davlat mudofaa ministri bilan bir sahnada so'z qilishidir. Kanadaning Nova Scotia o'lkasidagi Halifax shahrida boshlangan yig'inda Dolqin Aysa, Kanada davlat mudofaa ministri Anita Anand, Estoniya prezidenti Alar Karis, Amerika Kengash palata a'zosi Jane Shehinlarning qatorida sahnadan o'rin olgan. O savol-javob shaklida o'tkazilgan kanadalik siyosat mutaxassisi James Steinning riyosatchiligidagi yig'inda dunyoning faqat Ukraina urushi va Tojikiston virusi sababli mushkul bir vaziyatga duch kelmaganligi, balki Xitoyning sababidan klimat o'zgarishi va istibdodlikning boshqa davlatlarga tarqalishiga duch kelayotganligini bildirib, 6 yildan beri 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlar jazo lagerlari deyotgan bo'lsa-mu, dunyoning sukut qilayotganligini bildirdi. Dolqin Aysa mundaq deydi. Prezident Zelenskiy bexatarlik qayerda deb savol qo'ydi, lekin bexatarlik endi mavjud emas. Bu Rossiyaning Ukrainaga urush qo'zg'aganligi uchun emas. Navbatda biz butun dunyo xalqining intayin mushkul bir vaqt turayotganligiga shohid bo'lyapmiz. Bu faqat Ukraina urushi va Tojikiston virusi sababli bo'lmayotdi. Chunki bugungi vaqtda demokratiyami tahdid kuchirmoqda. Davlatlar bo'libmi Xitoy klimat o'zgarishida tahdid solmoqda. Xitoy Rossiya bilan cheksiz do'stlikka ega bo'lib qolmay, Rossiyaning urushini kuchli ravishda ostidan qo'llayotganligini ko'ryapmiz. Hong Kongda demokratiyaga xotim berildi. Buningga butun dunyo shohid bo'lgan bo'lsa-mu, hech qanday ish qilmadi. Bugun Tibet xalqi iztirob chekyapti. Xitoy hukumati Tibetlarga madaniyat qirg'inchiligi yurgizmoqda. Uyg'urlarni olsak, 2016-yildan beri 6 yil vaqtdan beri 3 milliondan ortiq Uyg'ur, qozoq va boshqa turkiy xalqlar 21-asrda jazo lagerlari deyotdi. Buningdan 75 yil avval dunyo rahbarlari Yahudi qirg'inchiligining qaytalanmaydiganligini aytgan. Afsuski bu qayta yuz berdi. Dunyo buningga shohid bo'lgan bo'lsa-mu, sukut qilmoqda. Dolqin Aysaning ko'rsatishicha, garchi xalqaro Xitoyning qirg'inchiligiga qarata cho'qonlar ko'tarilgan bo'lsa-mu, biroq qirg'inchilikni to'xtatish uchun noqul so'zlab qo'yish kifoya qilmaydi ekan. U navbat Xitoyning boshqa davlatlarga istibdodlikni eksport qilayotganligi, Xitoy qo'shni davlatlarining hech birining bexatar emasligini bildirdi. Dolqin Aysa, yolg'iz so'zlab qo'yishlar Xitoyni to'xtatish uchun kifoya qilmaydi. Xitoy Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarni bostirib qolmay o'zining bostirish siyosatini boshqa davlatlarga eksport qilmoqda. Xitoyning bir yo'l bir balva qurilishi Shi Jinpingning g'oyasi bo'lib, uning zamin kengaymichilik qurilishidir. Shunga navbatda Sharq Osiyo va Tinch okean rayonidagi Xitoyga qo'shni hech qanday bir davlat bexatar emas dedi. Yig'inda Kanada davlat mudofaa ministri Anita Anand Kanada va uning ittifoqdoshlarining Xitoy bilan Rossiyaga qarata iqtisodiy bexatarlikni qo'g'dishining bakma muhim ekanligini ko'rsatdi. Anita Anand mundaq deydi. Tor energiya, harbiy va muhit bexatarligini qo'g'dash muhim bo'lish bilan bir vaqtda hammadan iqtisodiy bexatarlikni qo'g'dash intayin muhim. Biz Xitoy bilan Rossiyaning burun o'zlarida bo'lmagan sanoat sohalarini egallashga kirishayotganligini ko'ryapmiz. Anita Anandning aytishicha, bo'libmi Xitoy Kanada tabiiy boyliqlarini egallashga bakrak harakat qilmoqda ekan. U bo'libmi Xitoy Kanada shirkatlarini kontrol qilishga tirishmoqda. Bo'libmi bizning olqinliq mineral boyliqlarimizni kontrol qilishga tirishmoqda. Shunga biz davlat bexatarligi haqida to'xtalgan vaqtimizda iqtisodiy bexatarligimiz haqida to'xtalishimiz bak muhim dedi. Halifax xalqaro bexatarlik munbirining bu yillik yig'iniga tunji qitim Dolqin Aysani o'z ichiga olgan 3 Uyg'ur taklif bilan qatnashib so'z qildi. Yig'inning shu kungi kechlik muzokarasida Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash davlat, Hudson institutining oliy darajalik tadqiqotchisi, Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal so'z qilgan. Dolqin Aysa yig'indan keyin radiomizning ziyoratini qabul qildi. Men bu yerda bugun
otoriteryen diktatör devletler bulup Xitay özünün otoriteryen sistemini yalnız özünün vatandaşlarına lan işletip kalmay belki bugün Şarkı Türkistan halkıga nispeten erkek kırgınçılık yapıp atkanlığını Tibet'e nispeten medeni kırgınçılık, medeniyet kırgınçılık yapıp atkanlığını Hong Kong'un demokrasiyasının bütün dünyanın aldıda yok boğallığını bugün dünyada Xitay'ın başçılığındaki diktatör devletlerinin birlik kilişi bilen bugün dünyada demokratiyanın tehdit aslı buluvatkallığı, insanların normal hayatının tehdit aslı buluvatkallığı ve şundakla yer şarının umum muhitinin mu tehdit aslı buluvatkallığı ibaret bu noktanı bir yerde otur koyup 3 milyon artık Uygur, Kazak, Katarlık halklarının ceza lagerinde azap çekivatkallıklarını otur koyduk. Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'llash qurilishining direktori Mehmet To'xtining 18 noyabr bu vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilganda ta'kidlashicha, Halifax xalqaro bexatarlik munbirining bu yillik yig'inida baraqli 3 Uyg'urning so'z qilishi Uyg'ur masalasining xalqaro uchrashishlarda muhim o'ringa o'tganligi, shundaqla xalqaro bexatarlik chetishlik ekanligini ko'rsatdi ekan. Bu xalqaro bexatarlik masalalari bo'yicha Halifaxda hali o'tkazilgan bu oliy uchrashuv hisoblandi. Bununla 3 Uyghur katmışıdı. Dünya bexatarligiga kelgisiga bevosita munosabat deb qaralgan tashkilot, organ, shaxslar bu yerda hamda nima olib boradi, ya'ni kelgisi haqida. Shunlashqa kanalda hamda Uyg'urlarning masalasi Xitoyni markaz qilgan asosda dunyo bexatarligi mumkindir. Bu hamda favqulodda Uyg'ur masalasining, Sharqiy Turkiston masalasining davlat darajalik va uchrashishida xalqaro bexatarlikka Naytın muhim oranda etkenliğini ve Uygurlarının şu hazır elip beravatkan Şarkı Türkistan davasının halkaradaki bir hatarlık mesele bivasit çetişlik meselesi geldiğini bu yığının orunlaştırıcıdan körülüşke buldu. Mehmet To'xtining aytishicha, bu yig'in Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga muvofiq inkos qaytarish uchun Uyg'ur masalasiga muhim xalqaro so'rovlarda muvofiq o'rin berish zaruriyatini endi to'nib yetganligini ko'rsatdi ekan. Chunki Xitoy Sharqiy Turkiston masalasi Xitoyning muqimligi va bexatarligi ta'sir ko'rsatgan birinchi omil deb Xitoy buni davlat bexatarligi saviyasiga ko'targanligini 10 yildan beri ko'rib kelyapmiz. Endi buni xalqaro endi isqolatida. Endi isqilishining sababimiz Xitoy hammasida Sharqiy Turkiston masalasini birinchi o'ringa tug'izib, o'sha davlatlarni Xitoy yol qo'yishga, Xitoyning digini bo'yicha mengashga qistab, buni Xitoy o'zi xalqaro masalaga zada aylantirmoqda. Endi bu qatimki xalqaro bexatarlik oliy darajaliklar uchrashishida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosati, bo'libmi milliy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatdan keyin buni tashqi dunyomu to'nib yetib, buningda zarur bo'lgan inkosni qaytarish uchun Uyg'ur masalasining o'rnini loyiq bo'lgan saviyada xalqaro organlarda muzokara qilish qaroriga endi kelyapti. Ya'ni dunyoning bu inkosini kechikkan inkos deyishga bo'ladi. Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'ini va yig'inda Uyg'urlarning so'z qilishi Amerika prezidenti Bayden bilan Xitoy rahbari Shi Jinpingning 14 noyabr kuni Indoneziyada ko'rishishining orqasida o'tkazilgan. Ikki davlat rahbarining Indoneziyadagi uchrashishi Amerika Xitoy munosabatlari yumshashga qarab yuzini vatamdi degan savol paydo qilgan. Lekin Washington Post gazetining observatorisi Josh Rogan bu uchrashish Amerika Xitoy munosabatlarining texmi nacharlashadiganligini ko'rsatganligini bildirgan edi.